tekin birinchisi okela. Hop, ikkinchisi 5 kilodan 10 kilogacha bo'lgan miqqa sizlarga bekorga bonusga beraman. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilarimiz, Ro'za Ramazon hammaniga muborak bo'lsin okela. Juda ko'pchilik bonuslar qilishdi, Ro'za Ramazonga mana boshqa narsalar ham qilish, taxtalarning narxini arzonlashib qo'yishdi, shunaqa narsalar bo'lib ko'ribdi. Siz nimaga qilmaysiz deb juda ko'pchilik savol berdi okela. Bugundan bizda mana o'z dastavkalar tekinda, yana mayli sizlarga yana mana shu Ro'za Ramazon ichigacha cho'zamiz. O'zi mana shu oy to'xtataman degandim. Ro'za Ramazon ichiga dastavkalar tekin birinchisi okela. Hop, ikkinchisi 5 kilodan 10 kilogacha bo'lgan miqqa sizlarga bekorga bonusga beraman. Ko'pchilik o'zi ko'rgan, taniydi. Tovarlarimiz yetarli, bemalol o'zi sizlar ko'rsatgan tovarlarim biz o'ndan bir qismi okela. Skalati juda katta ob'yomli yog'ochlarimiz bor. Bu yerga tushgan sharoiti yo'q. Xudo xohlasa telefon qilsani, bu yerda ko'rmagan razmerlaringni bo'lsa okela, bemalol telefon qilsani, pastdagi raqamlarga sexda bor. Sizlar so'ragan razmer. Xotirjam bo'linglar, qo'ldan kelgancha topib beramiz okela. Xo'p, strepilamiz 60 ming so'mdan sotilgan strepilalarimizni biz sizlarga 58 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli, sifatlari xudo xohlasa nerealni. Mana ko'rishingiz mumkin sifatni. 11 ga 3,5 deydi. Mana holatlari ideal holatda. Narxi 58 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda lapshamiz 23,5 ming so'mdan 8 ga 2 deydi. Qalinligi 25 ming so'm sotganmiz. Okey, 25 ming sotishdi. 23 mingdan qilib beramiz. 75 ga qalinligi 1,7 1,8 atrofida ko'rsatdi. Shu 1,7 deyaveradi, chunki 1,7 kelgan. Uzunligi 4 metrli holatda bo'ladi. Sifati xuddi shunaqa, lapsha tunkan tegishlatsani bo'ladi. Narxi 23 ming so'm qilib beraman. Xo'p, yana yangiliklarimizdan Lestvali yangi pachkalarni ochib qo'ydik. 15 ga 5 ming so'm razmerimiz, 14,5 ga 4,5 uzunligi 4 metrli. Narxi 130 ming so'm, 128 ming so'mdan qilib beramiz, mayli. 130 mingga qimmat ketib qoladi. 128 mingdan mayli sizlarga qilib beramiz. Zavod yog'och okela. Bu yerda 18 ga 5im bor, tusunim, ya'ni 18 ga to'liq 5 razmer so'ragan okalarimizga mana bitini ochaman, pistollab qo'yganmiz. 18 ga 5 uzunligi 4 metrli toza Lestva, mana ko'rishingiz mumkin. Narxi okela birinchi sortini 165 ming so'm qilib beramiz. Ikkinchi sorti bor 153 ming so'm chiqadi okela. Bu 165 ming so'mligi birinchi sorti. 9 ga 3,5 strapilamiz. Uzunligi 4 metrli, narxi okela sizlar uchun 43 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Bu yerda strapilam ham aksiya narxiga tushgan. Mana shu turgan hamma narsa aksiya narxi tushgan. Mana shu kelib turishini ko'rsani, mana shu taxtalarim aksiya narxida, shu yerga taxlaman qarochi. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. 14 li strapilamiz. Eng arzon ko'rgan joyingiz ham 72 ming so'm, okey. Men sizga ham dastavkasi, ham 5 kilo miqini qo'shib 70 ming so'mdan qilib beraman. Qanday ketadi, okey? Uzunligi 4 metrli holatda bo'ladi. Sifatlari xudo xolasa zo'r, bit tarsov bo'lmagan, lekin shoftoq ko'rib turishingiz mumkin. Lekin sifatlari xudo xolasa ideal holatda. 3 metrli palov yog'ochimiz 24 ming so'm o'sha narxda turibdi. Plus 5 kilo miqi bilan. Xo'p, okeylar, yana 14 li strapilamiz 73 ming so'mdan qilib beramiz. Birinchi sort yangi tushgan tovarlarimizdan bittasi. Uzunligi 4 metrli, sifatlari xudo xolasa idealni holatda bo'ladi. 9 li strapilamiz bir pachka qoldi. Magazin chokalarimiz zavodnikini so'rashgandi. Buni ham o'sha 43 mingdan qilib qo'ydim. Mana zavodniki bir pachka qoldi. Bu yerda ko'p bo'lgan bilasizlar. Xo'p. Reykamiz okela 7 ming so'mdan xudo xolasa kam sotmaymiz bu reykani. Narxini 6300 so'mdan qilib beraman. Razmeri 4,5 ga 4 li 37 li bo'ladi. Qalinligi 37, eni 4,5 atrofida chiqadi. Uzunligi 4 metrli qalin reyka. Mana shu qoldi. 6200 so'mdan beraveramiz buni. Pul bo'shadi. Xo'p, bu yerda 14 li strapila 72 ming so'm. 73 ming so'm. Birinchi sort, o'sha yaqinda tushgani bu ham. Reykamiz 5800 so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli, 4,5 ga 3,5, uzunligi 4 metrli. Xo'p, bu yerda mana strapilamiz. Bu 58 ming so'm, uzunligi 4 metrli, o'sha 11 ga 3,5. Holatlari zo'r. Birinchi sort bu ham. Mana ko'rishingiz mumkin. Sifatlari xudo xolasa ideal holatda bo'ladi. Uzunligi 4 metrli. 12 li strapila so'ragan ukalarimizga 12 li strapilamiz 61 ming so'mdan qilib beramiz. 12 ga 3,5, uzunligi 4 metrli bo'ladi. Sifatlari xudo xolasa zo'r. Razmeri 12 to'liq, qalinligi 32-33 chiqadi. Yangi reykalarimizdan bo'lib tushgan. Narxi 6200 so'mdan qilib beramiz. Ichlarigacha garantiya beriladi buni. Hech qanaqa obzor defekti yo'q.
xudo xolisa zo'r. Mana shu xolisani mana shu donali qilib yuklatib beramiz. Xolasani pachkasini biz yuklatib beramiz, farqi yo'q. Narxi 6200 so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik holatda bo'ladi. Shpuntlarimiz 11 ga 2lik 42 ming so'mdan qilib beraman akalar. 11 ga 2 uzunligi 4 metrlik birinchi sort. Buni ham xudo xolisa holatlari zo'r. Hammasi pol yopadi. Narxi 42 ming so'm. Bunisi ikkinchi sortimiz 31 mingdan qilib beramiz. Palov yog'ochimiz bu. 31 mingdan 9 ga 2lik uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Shoshilib qolinglar. Bu tovarlarimiz tugagandan keyin yangi tovarlarga unaqa narx chiqazib bera olmaymiz. Hop, bu reykamiz 5 ga 3,5. Uzunligi 4 metrlik holatda bo'ladi. Bu nimaga ishlatadi deb desani, bu qo'llik ishlari. Olasani shipr reyka qo'ysangiz bo'ladi. Narx 7,5 ming so'mdan. Katta reyka. Bunaqasi 6 ga 3,5 past. 14 ga 3,5 ham xuddi mash qoldi. 120 mingdan berib yuboraman. To'liq razmerda 14 ga 3,5, uzunligi 6 metrlik. To'liq razmerda bo'ladi. Hop, yangi chiqqan strapilamizdan 14 ga 32 mana o'zing Amazon pullarini sovg'a qildim. Hop, 14 ga 3,5 strapilamiz, yangi tushgani 118 mingdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrlik, 6 metrlik holatda sifatlarni ko'rib turibsizlar. 118 ming so'mdan 5 kilometr dastavkasi ichida o'qa bilyapman. Hammasi qarochi mana shu aytganlar. Bu yerda lapshamiz 23 minglik lapshamizdan ekan bu ham. Mana ko'rishingiz mumkin. 4 pachka bor bundan. Qo'lli reykamiz 12 ming so'm, baquvvati 7 ga to'g'ri, 5 ga to'g'ri, mana to'liq 5 ga to'g'rimizni 10,5 mingdan qilib beramiz metrni. Birinchi sort rossiyskiy shpuntimiz bo'ladi bu. Ko'rib turibsizlar, narxi 46 ming so'mdan qilib bera olamiz. 11 ga 2lik, uzunligi 4 metrlik. Shunaqa pechat o'zida bo'ladi. Birinchi sort, ichlari garantiya, holatlari xudo xolasa idealniy holatda bo'ladi o'g'il. Bu baland pachka shpuntimizni ko'rib turibsizlar, narxini 33 ming so'mdan 9 ga 2lik, uzunligi 4 metrlik holatda bo'ladi. 13 ga to'g'rilik strapilam juda ko'pchilik so'rabdi bizdan. 13 ga to'g'rilik strapilamiz ham bor. Narxi 123 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 6 metrlik. 13 ga to'liq to'g'rilik razmerimiz bor. Hop, bu yerda 11 ga 3,5 to'liq razmeri toza sasnasi suxoy razmerda bo'ladi. Narxi 90 ming so'm o'kala. Uzunligi 6 metrlik holatda bo'ladi. Hop, 13 ga 4 uzunligi 4 metrli to'liq razmerda, mana ko'rishingiz mumkin, toza sasna, birinchi sort 4 plisavoy razmerda, narxi 128 ming so'm. Uzunligi 6 metrli, sifati o'ta chiroyli o'qila, mana ko'rishingiz mumkin. Holatlar ham o'ta ideal holatda bo'ladi. Suxoy strapila so'ragan ukalarimizga 4 metrli suxoy strapilalarimiz ham bor. 11 ga 38 uzunligi 4 metrli, narxi sifatlar zo'r, birinchi sort, mana ko'rishingiz mumkin. 2 ming so'mdan qilib beramiz. Bu to'liq razmerimizda bo'ladi. Sifatlari xudo xolisa zo'r. Buni arzonroq varianti 58 ming bo'shda ko'rsatgan variantlari o'sha bozorda sotilgan narxlar o'kala. Mana ular endi birinchi sort, razmeri katta, sifati boshqacha bo'ladi. Ham suxoyligini hisobga olganda qimmatroq chiqadi. Men ham so'kmani, o'zimizdan qimmatroq olganmiz. 62 ming so'mdan ma'qul kelsa, birinchi sort taxti. Endi qoqadigan qoqadi to'g'risiga. Xo'p, bu shpuntimiz 11 ga 27, uzunligi 4 metrli, sifatlari xudo xolisa mana. Ko'rishingiz mumkin, sifatlari zo'r. Narxi 62 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlar ideal holat. Bu yerda mana lapshamiz 23 minglik lapshalarimiz. Hop, bu yerda 9 ga 2lik, uzunligi 4 metrli lapshalarimiz bo'ladi. Buni narxi 28 ming so'mdan qilib beramiz. Hop, tovarlarimiz juda ko'p, orqada ham tovarlar bor. 13 ga 4 strapila 4 metrli strapiladan so'raganlar ham bor ekan, ularni ham ko'rsatamiz hozir. Bu 14 ga 4 bo'ladi. Uzunligi 4 metrli, to'liq razmerda, qalinligi 37-38 atrofda chiqadi. Uzunligi 4 metrli, narxini o'kalar. Xo'p, buni narxini 82 ming so'mdan qilib bera olaman. Oxiri qo'liga tegadigani uzunligi 4 metrli, mana kashtrasi, taxtini ko'rib turibsizlar, mana pachkasi. Shu ikkita pachka, baland pachka xuddi shuni taxtasi bo'ladi. Juda katta ob'yomlar ekan bor. Narxi juda qulay o'kalar. Magazinchilar to'sh tashishdi, maza qilib foydalanishdi. Sizlar ham foydalanib olinglar. Manaqasi 44,5 plus, qalinligi 31-32 atrofda ko'rsatadi. Narxi o'kala 5700 so'mdan, nima deydi? Uzunligi 4 metrli faqat. 5700 so'mdan. Bu to'rgo'ch reykamiz 5000 so'mdan qilib qo'yganmiz. Bemalol olib ketsani bo'laveradi. Hop, 3 metrli lapshalarimiz uni ko'rsatdi, bo'shda ko'rsatilgan hamma narsasini. Men aytib o'tib ketaveray narxini. Bu lapshamiz 17 ming 20 ming so'm qilib beramiz. 9li, 7li. Bo'yi ko'rsatgan mablag' hammasini. Hop, menimcha hamma tovarlarimiz qolmadi. Skalatda videoni boshida ko'rdinglar, qalinligi 24li
polovoy taxtamiz bor. Ya'ni qaraylik 22 kelgan 24 suxoy polovoy yog'ochimiz 11, 9, 14 har xil razmeri bor. Uni pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz, xudo xolasa batafsil narxlarni tushuntirib o'tamiz sizlarga. Xudo xolasa libo joydan arzon bo'ladi. Ularga ham dastavka, miqi ham bepul keladi. Xudo xolasa yana yangiliklar kelsa, yana yangilik qilishni boshlaymiz. Maza qilib foydalanib olinglar. Men faqat o'sha Ramazonchi sizlarga shunaqa bonuslarni qilib bera olamiz, okalar. Okalar, kanal kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ro'za Ramazon hammaniga muborak bo'lsin.